Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan doktor Umarov. Bugungi mavzuimiz ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'layotgan hijoma to'g'risida gaplashamiz. Bugun sizlarga hijomani ilmiy tarzda foydalarini isbotlab berishga harakat qilaman. Hijoma bu mayda qon kapillyarlaridan olingan qon. Inson organizmida tana vaznining 7-8% ni qon tashkil qiladi. Bu qonlarning 50-55% butun organizmda qon aylanadi. Qolgan 45% noaktiv, ya'ni aylanishda, sirkulyatsiyada qatnashmaydi. Hijomani mexanizmi shundan iboratki, biz kapillyarlardan qon olganimizda yaroqsiz, ya'ni umuman aktiv bo'lmagan, foydasi yo'q qonlar olamiz. Bu qanday mexanizm bo'ladi? Inson organizmida eritrotsit, leykotsit, trombotsit bor. Eritrotsitlar 120 kun yashaydi. Bu eritrotsitlar o'lgandan keyin asosiy qismi taloqda parchalanadi va qanchadir qismi jigarda va kapillyarlarda qoladi. Biz hijoma qilganimizda o'sha o'lik qonlar, ya'ni ishga yaroqsiz qonlarni hijoma orqali olib tashlaymiz. Bunda biz yengillik sezamiz, o'sha kapillyarlarga yana aktiv qonlar kelishi boshlaydi. Ko'pchilik shifokorlar, ko'pchilik insonlar venadan olingan qon bilan mayda qon kapillyarlardan olingan qonni nima farqi bor degan savolni berishadi. Venadan olingan qon bu sizda ishlab turgan aktiv qonlar. Agarda siz donorlik qilib qon topshirganingizda 300 ml, 500 ml gacha qon topshirganingizda sizdagi ishlab turgan aktiv qonlaringiz chiqib ketadi va bunda sizda kortizol gormoni ishlab chiqarib, sizga ko'proq qon kerak, bizga yordam kerak degan signal miyaga keladi. Va sizda o'sha 45% ishlamay turgan yaroqsiz qonlar chiqib, sizni organizmingizni qo'pol qilib gapirsak, zaharlash ham mumkin. Hijoma qilinganda esa keraksiz, yaroqli, zaharli qonlar olib tashlanadi. Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.